Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Bugungi mavzuyimiz arena viruslar haqida. Bu viruslarimiz o'zining qopig'iga ega bo'lgan, ham musbat ham manfiy zanjirli bo'lishi mumkin bo'lgan viruslar va bir zanjirli ikkita sirkulyar segmentdan tashkil topgani uchun genomini biz bularni multisegmentli deb ataymiz. Va bu oilaga kiruvchi ikkita virusimiz bor. Limfotsitik xorea meningit virusi va Lassa fever ensefalit virusi. Ikkalasi ham o'z nomiga muvofiq meningit va ensefalit kasalliklarini keltirib chiqaradi. Mana shu viruslarimiz kemiruvchilar tomonidan odamlarga tarqaladi. Endi sketchida birinchi belgimiz mana bu yuqoridagi oy belgisi. Bu demak manfiy zanjirlangan RNK virus ekanligini ifodalaydi. Bino ichida bu jangchilarni turganligi esa replikatsiyasi sitoplazmada amalga oshishini ifodalaydi va hammani kiyimi bor, atrofdagi muxlislarni ham mana bu jangchilarni ham bu demak envelopga ega ekan, qobiqqa va bular bir-birida bittadan quroli mavjud. Ikkita qurol bizga ham negativ, ham pozitiv zanjirda bo'lishi mumkinligini ifodalar ekan. Ustundagi spiral simlarni ko'rishimiz mumkin ikkala tomonda. Demak, kapsida helikal shaklda, maydonda ikkita ringni ko'rishimiz mumkin. Demak, bular ikkita sirkulyar shakldagi segmentdan tashkil topgan ekan. Shuning uchun ham bularni multisegment deymiz. Mana bu ikkita ringni ko'rishimiz mumkin. Mana shu arena, ya'ni maydonda qumlar bor, sariq shaklda tasvirlangan qum to'liq. Agar biz elektron mikroskopda ko'radigan bo'lsak, bularni kapsidini maxsus granulyar qumsimon ko'rinishda bo'lar ekan va pastda kemiruvchilarni ko'rish mumkin. Demak, bular bizga mana shu asosan kemiruvchilar orqali tarqalishini ifodalar ekan. Endi to'g'riga qaraydigan bo'lsak, rim raqamida o'rtada demak harflar berilgan. Bu virusni nomini va kasallik o'sha boshlanish harflarini ifodalaydi. Demak, limfotsitik xorea meningit virusi odamlarda febril aseptik meningitni keltirib chiqaradi. Mana bu odamga qaraydigan bo'lsak, chap tarafdagi odamga qizil bosh kiyim kiygan va u sharfga o'xshab, demak, bo'ynini ham yopgani qizil. Bu demak meningitni bildiradi. Boshidagi qizil bosh kiyim esa bu ensefalitni bildirar ekan va u terlamoqda isitmaga sababchi bo'lishi mumkin ekan. Endi mana shu viruslarni turli omillar yordamida inaktivatsiya qilinishi mumkin. Demak, bular birinchidan issiqlik, shuning uchun ham ikkinchi mana bu raqibi quroli demak yonib turgan, uni demak yoniga yaqinlashmoqda. Bu demak issiqlikni ifodalaydi. Undan tashqari demak past pH holatida ham va irradiatsiya bo'lishi natijasida ham bular demak inaktivatsiya bo'lishi mumkin. Shuning uchun ham yuqoridan bu qizil bosh kiyimli odamga demak oy yog'dusi ko'ziga solinmoqda. Bu irradiatsiyani ifodalaydi. Mana shular natijasida inaktivatsiya bo'lishi mumkin ekan.